Assalomu alaykum. Bugun 16-fevral. Jag'noqat uy bozori. Buyursa uylar tartamiz. To'g'onlar kanaldan olti savay kanal qo'llab turingizlar. Qancha davlat tur ekan shu uyda? Qaysi kanal? 95 ming so'm. Balasi urg'achi. Qaysi kanal? Do'stlar kanali. 95 mingga. Olindi o'ja berilmadi ekan. Berilmay turadi 83 ming so'm, 84 ming so'm deyishib o'tadi, bermaydi. Qancha tu'ib turgan bu uy? Men o'zim tortdim, oldi tortdim. Bo'ldi. Qancha tug'an uy? Birinchi bolasi. Birinchi bolasi. Birinchi bolasi. Qancha sut beradi aka bu? Sutga kiloda hozir 5-6 litr bor. 5-6 litr. Yaxshi. Men bu uzoqdan uylar tartib o'tarinchi. Qancha oldi aka shu? Bo'z aka? Qancha deydi? Murat aka ayt. Qanchada otasiz aka buni? 75 ming dollar. Jaqin bo'g'iz. Jaqin bo'g'iz. Soskalarni tartsam soskalarni. Zo'r. Mana cho'ng. Cho'ng moldiqda ishib beradi. Yaxshi. 10 kunda tug'ib beradi. Ay mening olmasaga 75. Aka uyni qanchada otasiz? 100 ming. Bolasi qancha? 100 ming dollar. To'g'onlar. Sütü dağı 10 litr bergide bu mal. Ben oyumca. Aka qancha otasiz uyda? Ne oy? Bo'lena ekan. Bo'ldi. Qancha dedingiz o'zi? Bilmaysiz oy. Egasi yo'q. Bo'ldi, bilmayotganlarga. Yaxshi. Sindiq ekanda. Ya qancha davlat turadi shuni? 120. 120 kemi bor ekan to'g'onlar. Ya qancha sut beradi ya? Yomon cho'g'mi? Qanchani tug'an bu? Ikkinchi, uchinchi. Bolasi qancha? Qancha sut beradi bu? 12 bor bu. 12 litr bor ekan. Ularni darvozasini tagiga to'plagan savdogarlar. Sal kun botishga jilosalaring. Oraliqni saqla degan gap bor. Davay kun botishda tay mesda ajratib qo'ydik. Bo'z uygan. Odamlar, chorvalar bemalol kirib chiqish Assalomu alaykum aka, qandaysiz? Jilalar nariyoqqa Ya kun bu bo'z botishga uy qancha otasiz? 360. Ko'chaga yo'lda o'tasiga mashinasini qo'yib qo'ymanglar. Qancha tuvad ekanmi? Qanchisini? Ikkinchisini tuvad. Qancha berishdi aka? Bozorning ichiga yengil mashinalar kirmaylar. Chorva tegib ketadi. Mashinalar tegib ketadi. Ya mulojoqda torpaqlar kelib qoladi, torpaqlar. Ya bu torpaqlar qanchadan aka? Bu 12 dan boshlab 25 gacha erkak urg'och aralash. Telefon qoldiramiz aka? Ova. Ayting. 74 bilan. 74 mi? 17. 67 96. Boşka. 90. To'g'ri, bor erkak bu qanchadan? Erkak boshamiz. Bo'lishi qanchadan berasiz aka? Hozir ona kattasiga 20 ga ketdi. Toza shivit. 12 dan 25 gacha. Bu narsa. Onlar satılıp duraydı onlar. Kaça aldın da gel? 22 milyon. Urgaçı mı? Urgaçı. Erkek. 22 milyon alıp duraydı onlar. Kaça aldın ne? 22. Onlar çalınıza. Telefonlarla. Zaten bozuylar sırayınç mı? Aka bo'z uyni qanchada olasiz? Bo'z 100 dan. 100 milyon. Bu da sizdan. Ha. Aka bundan qanchani tuvatam? Tuza. Ikkinchisi. Bozor qancha berdi aka? 140. 140. Do'koni. 140 ming berdi. Yaxshi. Bozoringiz bersin akam. Aka. Aka bo'z aka bu. Qanchada olasiz? Buna satıldı 65 ga. Bunu sattınız. 65.
Ming bo'ldi. Bir oyda tuvat. Bir ayda tuvat. Qanchachisi tuvat endi? Ikkinchisi. Ikkinchisini. Yaxshi. Buni qanchada olasiz? Buni 70 ga borib qoldi. 70 ga borib qoldi. Bermadingiz? Berdim. Yaxshi. Ne olasa? Hurmatli javob o'qib, Malbozorni bilgan tuyg'anlar. Malbozori 4-kuni payshanba kuni bo'la turgan bo'ldi. O'sha 4-kuni komisar Malbozorga kelingizlar. Mana tuvanlar hozirda. Kanalga katta olmaganlar katta olib qo'yingizlar. Şu bozu qancha ekan aka? 77 ming. 77 mingga bog' oldi. Berganimiz yo'q. Yaxshi. Jaqin boz ekan, ha? Yaqin 15 kun. Yaqin 15 kun. 15 kun. Qanchanchi bolasini tug'adi? 4-sini tug'adi. 4-sini tug'adi. Qanchaga bermadingiz? 700. O'ta sindiq ekan tuvanlar. Qancha oldi aka shuni? Qancha oldi? Esib qoldi shu. Aka, bu yerda o'ta sutli uylar bor ekan. Mana qancha ekan? Uy kimdan aka? Sizdanmi? Aka, uyni qanchada olasiz? Aka, qanchada olasiz uyni? Uyni. Qancha dedingiz? 110. Bolasi urg'acha. Qancha sut beradi aka? 12 lira. Qanchанчы olasiz? 3-chi olasiz. Yaxshi atmaladiz. Ha ketdi-yu belki. Qancha bo'ldi? 120 mingga oldi aka. Yaxshi. Qanchada oladi aka shuni? 55. 55 kami bor. Bolasi urg'acha. Erkek. Erkak qanchanchi olasiz aka? 4-chi. Qancha sut beradi ham shu? 5 litr. 5 litr. Aka, to'g'rilari. Bizni ham tortib qo'y, bir noqatni bozordan chiqib qo'y. Ejam ko'ruvda to'g'rilari. Qancha berdingiz aka? Qancha berdingiz? Ha, bobollik. Ha, yaxshi. Ma uyda turalchi. Aka, qanchada olasiz uyda? Bunu жақын айтайын ба? Жақын айт. Bu екінші баласы. Екінші баласы. Ол отырған магазинді 120-ға кешіне қойып беремін. Еркек 3 күн болды туған. Қанша сүті бар ем aka? Білбеймін. Мен бозынды алғаннан туғаннан бері сайлайтын 3 күн болды да. Bir жарым çeлектай уызын сауып төктім. Ашып қалып жана. Telefonda qoldirib qo'yaylik aka, uyalam degan. Bunu hazır satmışsam gerek hazır 105 bin kıldat berbeydi. 105 ga berilmaydi. Berilmeydi. Maşallah. Ama güçlü buyur. Güçlü oyundan qarasak. Çoğu to'g'ri. Yo'q, mana bolam, mana yo'q. Meni qarab olsan, men senga bursam bera olmam. Mana bola beradi, pulni bor. Yo'q, bor, yo'q, qo'y deyapsan. Ya qanchada otasin? 100. Bolasi urg'achi va? Qancha sut beradi ham? Allah'a. 5-6 tuz. Ya mojada bog' bo'ldi. O'sha torpoq erkak uchun bo'ladi dersan, qancha bilan 70 ta bergilak. Qaysi akalar bo'ldi? Nol va? Mana ol, mana G'unojin, Jang'achma. Jang'achma. Baraka deyvermeysin bir de 74 kilo. Barakanda. Yok, az mı versin? Hayır, hey, barakanı ver. Bolasi erkagiga Jang'achma. Bak, bak. Sen sağ kör şu. Sağ şu. Gözün sağ kör. Mazılda aytayım çekleri. Mazıldaydı ha. Hay bak. Qancha suti bor ekan buni? 78 ta var. 78. Barakanda borma baraka. Yerdan aka, ber. Qo'yday, bar. Ey, menda satamlarni.
Jetmiş 4'e berilmeli. Haydi. Bak 5 sen koy burası mı savunma var? 5 sen koy verme haber yapar. Жақсы. Biz bu жақта ойлар тажа. Әке, қанша дедіңіз бұл үйде, әке? 100 мың. Қанша сүті бар, әке? 90 мың. Süt burada canlısı. 90 mingga bab oldi. Balası erkek. Erkek. Qancha sütü var, әке? Sütü mına bıyılqısı da sargeç 6,5 7 litrге жетіп кетпеген süt бар. Эми жешіне қарайды да. Өз тулғанда 5 күн болды. Өзім 2 күнле садым. Мына. 3 күн қойырып қойдым. Адам мына жанардан ашпағаны сауат. Dostluq kanalı, əke. Sizlər mənə Dostluq kanalı olub tuğanlar.